Assalomu alaykum hurmatli Ishtixon baraka uylarida obunachilari. Bugun biz Ishtixon shahri Qoravoyli mahallasi, ya'ni parkda ichida joylashgan yana o'sha 4 etajdan iborat Kamolot domlariga tashrif buyurdik. Sababi bu yerda chiroyli bir xonadonimiz, ya'ni remontlari ideal holatdagi xonadonimizda video obzorini bugun e'tiborlarga havola qilamiz. 2 xonalik tayyor uy so'raydiganlar uchun, arzonroq variantda uy so'raydiganlar uchun ayni bu domimiz srochniga birdan sotilish kerak. O'shaning uchun pastda nomerlarni qoldiramiz, o'zimizda ham nomerlarni qoldiramiz. Balkim o'sha siz o'ylagan, siz xohlagan narx-navoda baraka bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, endi xonadonimizga tashrif buyurdik. Ya'ni 4 qavatlik o'sha Kamolot domlarining 3-qavatida joylashgan, ya'ni 58-xonadon. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'rib turganingizdek, har doim bitta gap aytamiz bu yerga tashrif buyurganda, proyektimiz bir xil. Ya'ni o'sha kiraverishda koridor, bu yerda bitta xona, stadion 3D emas 4D da stadion. Bu yerda bitta xonamiz. Ob'yomlari kichkina bo'lishi mumkin yoki kimgadir qanaqa, lekin yosh oilalar uchun juda ham ko'rkam, shinamgina xonadon. Ayniqsa yosh oilalar uchun qo'l keladi. Xo'p, kiraverishimizda koridorda oshxonamiz joylashgan. Hammasini aytib o'tganimizdek, proyektni bir xil. Gaz, svet, suvdan masalasi yo'q. Kanalizatsiya 100% ishlaydi. Oshxonalar ham remont qilingan. Ko'rib turganingizdek, tashqari tomondagi stadionimizga bemalol futbol tomosha qilib, kechki paytlar kerak bo'lsa o'zingiz ham borib sport bilan shug'ullanasiz. Bu yerda sanuzani ko'rsatish shart emas, o'zi har doimgidek bitta nimada. Xo'p, uyimizda bugungi kecha kunduzdagi narx-navosini aytadigan bo'lsak, krediti bor, ozgincha kredit qo'ygan, ya'ni davlatdan o'sha 55 million kredit qo'ygan. Xohlasanglar kreditini to'liq ravishda yopib bersanglar, polnusda o'sha narx-navosiga agar barakasiga to'g'ri keladigan bo'lsa, bu kishini ham rozi qilsanglar, birdan avtomatik notarial hujjatga ega bo'lasiz. Xo'p, narx-navomiz 55 million kreditidan tashqari $26 ming deyishyapti. Endi bu aytiladigan summa. Har doim bitta gapni ta'kidlab aytamiz. Bir pachka bilan kelish kerak. Xonadon egasi bilan gaplashish kerak. Balkim 20 ming, balkim 18 ming, balkim xo'p 25 ming berar. Buni bizga qorong'u. O'shaning uchun kreditidan tashqari 55 million krediti bor. Albatta 55 million kreditdan tashqari $26 ming deyishyapti. O'tib beradigan joyi bor. Albatta uka, sen tomonidan kelgan har bitta klientga zo'r narxda skidka qilib beraman deyishgan. O'shaning uchun tezroq pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing. Sizlar bilan Shodiyor Baxtiyorov, maxsus Ishtixon barakali uylar jamoasi.